Assalomu alaykum hurmatli hamkorlarimiz. Bizning yangi avtomatik kofe mashinamiz yetib keldi. Model nomi SCM 1602 TSBK modelimiz. Bizning bu kofe mashinamiz Ispaniyada ishlab chiqarilgan bo'lib, qisqacha plus taraflariga yetib ketadigan bo'lsak, bu yerda полностью sensorli управление bo'lib, 5 xil kofe tayyorlab bera oladi. Espresso, lungo va issiq suv ham o'zingiz xohlasangiz tayyorlab bera oladi. Cappuccino, latte macchiato и kofe bilan sut ham qilib bera oladi. Объем rezervuari для воды esa 1,4 litr bo'ladi. Qolgan kofe mashinalari bilan solishtirganimizda ancha katta va ko'p ketma-ket kofe damlashingizga yordamchi bo'ladi. Ikki xil turdagi kofeni o'ziga oladi. Zernovoy va молотовый. Ko'rganingizdek. Bu yerda kappuchinatori ham встроенный bo'ladi. Buni plus tarafi nima? Ozgina vaqt o'tgandan keyin bu narsa o'zi chirib ketmaydi. Buni yechish ham oson. Bu yerda lock funksiyasi bor. Lock funksiyasini bosib turib tortsanglar, kappuchinator yechiladi. Kappuchinatorda ko'rayotgan bo'lsanglar, именно penkani, stepenini o'zingiz kontrol qilsanglar bo'ladi. Oddiy, o'rtancha va ko'p. Bu o'zingizlardan kelib chiqib, bu narsani bemalol kontrol qilsanglar bo'ladi. Yana bir pluslaridan aytib keladigan bo'lsak, ushbu knopkamizni olsak bo'ladi. Bu narsa nimaga yordam beradi? Именно kappuchinatorni havo tizimini bemalol tozalay olasizlar. Bu degani ancha vaqtga bizning kofe mashinamiz yetadi. Biz hozir kappuchino ko'rmoqchimiz, eng katta penkada.